orzuyingizdagi qiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Albatta, oppoq, menga o'xshagan qora bo'lmasin. Do'ppilik hind profil asoschisi Muhammad Sajdagi suhbatdoshimiz aka, nima sabab O'zbekistonga kelgansiz? Birinchi maqsadim o'zbek tilini o'rganib, oliy ta'limda magistrani va doktoranturani bitirib, Hindistonda o'zbek tilini rivojlantirish maqsadida keldim. Hozir bilishimcha o'sha Farg'ona davlat universitetida ham o'quvchi, ham ustozsiz. Shunaqami? Albatta, chet tillar fakultetida Hindistondan kelgan talabalarga dars o'taman. Ingliz tili, urdu tili va hind tili orqali. Bilamizki, Hindistonda tibbiyot juda ham rivojlangan. Meni profilim manfaatli intervyu o'z nomi bilan meni obunachalarim hamda o'zingiz obunachalaringizga qanday manfaatli ishlar qilib berasiz? Tibbiyot sohasida. Men tibbiyot sohasida mutaxassis tarjimon va administratorman. Agar sizlar bemor bo'lib yuribsiz, biz bilan aloqaga chiqishasiz. Hindistonda yurak, jigar, miya, buyrak qanaqa muammolar bo'lsa yechib olamiz, xudo xohlasa. Jigarni ko'chirib kelsa, qanaqa bo'lsa biz bilan aloqaga chiqing, yordam beramiz. Bu videoga like bosib, Hindistonga borib davolanmoqchi bo'lgan tanishingizga albatta jo'natib bering. Yoshligimizda Ramayana kinosi bo'lardi. Shu Ramayana kinosini ko'rganmisiz? Albatta ko'rganman. Xo'p, Ramayana kinosida siz o'ynash imkoniyati bo'lganda qaysi rolni o'ynagan bo'lardingiz? Agar o'ynamoqchi bo'lsam, men Sri Ramjining rolini o'ynayman. Siz izohlarga yozib qoldiring. Muhammad Sajda akamiz Ramayana kinosidagi qaysi aktyorga o'xshaydi? Bo'ldi, Muhammad Sajda aka, ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat sizga. Mojito suvlarini ichib, Rahmat. ta'miga baho berasiz. Albatta.